Salom berdik, qadrli do'stlar. Sizlar bilan Farzidka. Yaqinda Michael Bay filmlarda barcha tirik qolgan va o'lgan avtobotlar haqida video qilgan edim. Video muxlislarga juda yoqdi va mendan tirik qolgan Decepticonlar haqida ham xuddi shunday video qilishimni so'rashdi. Aslida bunday videoni oldingi video 3000 ta like yiqqanidan keyin qilmoqchi edim, ammo muxlislarni uzoq kuttirmagan holda darrov qilishga qaror qildim. Demak, bu videoda barcha tirik qolgan va o'lgan Decepticonlar haqida bilib olasiz. Videoni boshlashdan oldin esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Ekrandagi karta raqamlarga donat qilgan holda esa meni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Demak, boshladik. Megatron tirik. Ko'pchilik Megatronni o'ldi deb o'ylar ekan, ammo so'nggi jangda u kemadan yerga qulagan. Ammo bu u o'ldi degani emas. Uning bitta qo'li yo'q, lekin bu ucha olmaydi degani emas. U alt modga aylanmasdan ham ucha oladi. Uning bir qo'li yo'q bo'lishi mumkin, ammo bunga samolyotga aylanishga to'sqinlik qilmaydi. Uning aniq qayerda ekanligi ham noma'lum. Barricade tirik. Barricade Megatronning eski razvedchiklaridan. So'nggi jangda Megatron va Decepticonlar Quintessani himoya qilish uchun orbitaga chiqib ketishadi, lekin Barricade bormaydi, sababi u ucha olmaydi. Uni so'nggi bor Stonehenge yonida ko'ramiz. Megatron Stonehengeni aktivlashtiradi, keyin harbiylar hujum qilishadi. Shundan keyin Barricade'ni ko'rmaymiz, ammo u tirik va uning qayerda ekanligi ham noma'lum. Nitro Zeus o'lgan. Nitro Zeus Starscream'dan keyin Megatronning o'ng qo'liga aylandi. U Decepticonlar maqsadi uchun qo'lidan kelganini qildi, ammo yakuniy jangda Bumblebee tomonidan o'ldirildi. Uning tanasini esa keyin Cogman o'ziga olgan. Magavk tirik. Magav ham TFK tomonidan qo'lga olingan Decepticonlardan biri. Uni Megatron ozod qiladi, lekin avtobotlarga hujum paytida uni tashlab ketishadi. Bumblebee uni otadi, ammo uning boshi uzilgan bo'lsa ham gapiradi. Bu esa u hali tirik qolganiga belgi beradi. Onslaught o'lgan. Onslaught yerga Chicago urush paytida kelgan. Chicagodan keyin odamlar tomonidan qo'lga olingan. U juda baquvvat Decepticonlardan biri edi, ammo chaqqon Drift uning boshini uzib oladi. Dreadpot o'lgan. Dreadpot ham Megatronga sodiq Decepticonlardan edi. Kate'ga hujum paytida Megatron bilan sulh tuzadi, ammo o'sha omadsiz hujum paytida Grimlock tomonidan o'ldiriladi. Berserk tirik. Sulh paytida Megatron uni talab qiladi, ammo qotillik va jinoyatlari haddan ziyod bo'ysunmasligi uchun uni ozod qilishmaydi, lekin u hali ham tirik va odamlar tomonidan ushlab turilibdi. U Decepticon emas, lekin avtobotlar dushmani. Quintessa ham film oxirida tirik qoldi. U Unicronning shoxlarini o'rganayotgan olimlar yoniga kelib, uni o'ldirish yo'lini bilishini aytadi. Infernicus o'lgan. Infernicus Quintessaning ishonchli jangchisi edi. U bir qancha askarlarning yig'ilishidan paydo bo'ladi. Ularning bari Optimus tomonidan o'ldirilgan. Stinger va KZI robotlari. Ularning ko'pchiligi qirg'in paytida o'ldirilgan. Tirik qolganlar esa so'nggi Ritter voqealarigacha yashab qolishgan. Tirik qolganlar Lockdown kemasiga yashiringan edi, ammo bu kemani avtobotlar qo'lga kiritishgan. Robotlarga nima bo'lgani esa noma'lum. Lockdown o'lgan. Mashhur ovchi sobiq Decepticon Lockdown ham juda kuchli edi. Lockdown Optimus bilan bo'lgan jangda o'lgan. Shadow Raiders holati noma'lum. Lockdownning yuzsiz armiyasi esingizdami? Lockdownning o'limidan keyin bu yigitlar qayergadir ketishga qaror qilishgan. Ular qayerga ketgani noma'lum. Decepticon platformalari holati noaniq. Chicago jangidan keyin yerda juda ko'plab Decepticonlar qolgan, lekin jangdan keyin ular qayerga ketgani noma'lum. Decepticonlarning barcha sardorlari o'lgan edi. Shundan keyin qolgan Decepticonlar nima qilgani noma'lum. Starscream holati o'lgan. Sam uning boshini portlatadi, ammo jangdan keyin uning boshini KCI olib ketadi va o'rganadi. Shundan keyin uning boshini Death Rider topadi va Kate'ga olib boradi. Shockwave o'lgan. Shockwave eng kuchli deslardan biri edi, ammo jangda Optimus tomonidan o'ldirilgan. Uning ham tanasi robotlar yaratishda ishlatilgan. Driller o'lgan. Driller ham xo'jayini kabi Chicago jangida o'ldirilgan. Uning tanasi bilan nima qilishgani noma'lum. Soundwave o'lgan. Bu olamda Soundwave juda kuchsiz qilib ko'rsatilgan. Uning o'zi ham juda kam ekran vaqtini olgan. Chicagodagi jang paytida Soundwave Decepticonlarga sardorlik qiladi. Uni Bumblebee osonlikcha o'ldiradi. Laserbeak holati o'lgan. Laserbeak Soundwave'ning uy hayvoni edi. U ham egasi kabi Bumblebee tomonidan o'ldirilgan. Decepticon tashuvchi mashina o'lgan. U filmda juda kam vaqt ichida ko'rsatiladi, ammo qabr shamoli fayllarga ko'ra u ham o'ldirilgan. Defcon holati o'lgan. U ham Chicagodagi jangda qatnashgan, lekin u ham boshqalar kabi ushbu jangda halok bo'lgan. Aiger holati noma'lum.
Balki u ham 3-qism voqealarda o'lgandir, ammo aniq emas. Krennis, Crowbar va Hatchet holatlari o'lgan. Ular Sentinel Prime'ni o'g'irlashga harakat qilishadi, ammo hammasi avtobotlar tomonidan o'ldiriladi. Fallen o'lgan. Fallen yoki Megatronus Prime 2-filmda Optimus Prime tomonidan o'ldirilgan. Revenge o'lgan. U ham Misrdagi jang paytida Bumblebee qo'lidan halok bo'lgan. Ritman holati noma'lum. 2-filmdan keyin birorta filmda paydo bo'lmaydi. Shunday ekan uning holati noma'lum. Scalpel tirik. Bilishimiz bo'yicha bir nechta doktorlar bor va Scalpel ham boshqalar ham tirik. Elis holati o'lgan. U Sam va do'stlariga hujum qiladi va o'sha paytning o'zidayoq halok bo'ladi. Grinder holati o'lgan. Optimusga qarshi bo'lgan jangda Optimus uning boshini ikkiga bo'lib yuborgan. Devastator holati o'lgan. Devastator bir nechta konstruktikonlardan tashkil topgan robot edi. U o'lgan, lekin uning qismlari tirik qolgan bo'lishi mumkin. Sideswipe o'lgan. Sideswipe epik chiqish paytida uni ikkiga bo'lib yuborgan. Scarpanok o'lgan. U 2-filmda yana paydo bo'ladi, lekin Jetfire bilan to'qnashuvda Jetfire uni maydalab tashlaydi. Frenzy holati o'lgan. U o'z boshini o'z sulikenlari bilan olib tashlaydi va o'ladi. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing. Ekrandagi karta raqamlar orqali esa meni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Video haqidagi fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.